Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Uzoq kuttirib qo'ydik. Hammadan uzr so'raymiz. Bugun trading reaksiyani yangi sonini suratga olamiz yana. Demak, bo'lmasa boshladik. Ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Assalomu alaykum hammaga, xormanglar. 6-7 son bilmayman, nechinchi son ekan to'g'risi. Bitta ikkita sonimiz texnik sabablarga ko'ra o'chib ketib qolganlari bo'ldi. Qayta tiklasak u tiklanmadi. Xullas, shunaqa gaplar qiyin. Demak, bo'lmasa boshladik o'rtoqlar. Yaxshi. Boom! Ko'chirdik. Copy paste. Ching qo'yiladi hozir. Kimdan olingan? They put hair on their hair. They put nails on their nails. Bro, these bitches put eyelashes on their fucking eyelashes. Stop. Har doimgidek tushunmayman. Mayli. Kommentariyada nechinchi son bo'lsa ham mana shu bola tushunmayapti deb yozadi, men bilaman. Kimdir yozadi, aniq. O'rtoqlarim yozadi. Hali tushunib bo'lib ketasan deydi. Endi inglizchada-ku, tushunmasligi. Stopping deb turibdi, train. Qarachi, qiz bola ayol kishini tushunishga harakat qilishdan to'xtang deyapti. Nimaga desa, chunki ular tirnog'ini ustiga tirnoq qo'yadi deyapti. Sochini ustiga soch ulaydi deyapti. Kiprining ustiga kiprik qo'yadi deyapti. To'xtating, tushunishga harakat qilmang deyapti. Unda men ham videoni tushunmayman. O'sha gap. O'zim ayollar bilan tenglashtirardim. Tentaklik. Bu tradingga oidlardan qo'ying. Mayli, endi har xildan bo'lish kerak-ku. Tak. Oh. Shunda ham kayfiyat zo'r. Xursandligini qarang. Mayli. 3 marta tek profit olgandi. Shunda ham mazza qilyapti, xursand. Tak. Aytyapti, anaqa. Tajribali trader bo'lish qanaqa tuyuladi deyapti-da. Vay. Tushundingizmi? Yomon qilib qo'ydi-a? Bitta. Hoppa. Farqi yo'q, bozor nima qilsa ham boshqaraveraman demoqchi-da. O'rtoq, $17 shunaqa hissiyotlar qanaqa? Shular qarang. 3000 ni oqizib Instagramga chalg'ish uchun kirganmen dedi. Kecha ko'rdim bittasi 100 mingmidi, 300 mingmidi minus qilib silif qilgan ekan. O'zim o'ldirmoqchiman deb yomon qo'rqib ketdim lekin. 300 ming? 300 mingmi, 100 mingmi? Dollarda lekin 100 ming so'm emas. Tushundim. Men ketyapman dedi. Men uydan bosh olib ketdim dedi. O'sha prikol qo'yib qo'ysangiz bo'lar ekan. Agar investor puli bo'lmasa, o'zini puli bo'lsa, hech qisi yo'q. Nima deyapman? Baribir hamda pul investor puli bo'lsa, da tushunaman agar o'zini o'ldirmoqchi bo'lsa, lekin o'zi ko'paytirib, o'zi minus qilgan bo'lsa, o'sha summani foydani minus qilgan bo'lsa, mayli. Da? Nima deysiz? Baribir puli ketganda u polni full kirmasligi kerak edi. Baribir risk menejmentga amal qilish kerak. Endi ayrim paytlar bo'ladi, tillarda ishlasangiz. Full kirmaganda u 100 ming qila olmasdi agar. Balki 100 ming puli bormidi, bilmaymiz. O'zini puli bo'lsa, lekin kimdirlar men kommentariya o'qiydigan bo'ldim. Kommentariyada yozibdi odamlar. Mashinasini sotgan, kredit olib kirgan, tradingga. Ko'pchilikni o'shaning uchun nimasi sovib ketgan tradingdan. Ishtiyoqi. Shunaqa. Mayli. Qanaqa qilgan buni? Bu trader deyapti. Bitta o'xshamagan zilkasi uchun deyapti. 1.2 milliard dollar. Oho. Yo'q, bitta odam boshqarmasa kerak uncha pulni. Nima aytyapti? Qarachi, buni tushuntirib o'tirmayman, o'tkazib yuboramiz. Chunki uzoq ekan. Qarachi, qisqa qilib aytgan nima bo'lgan? 2025-yilgacha katta summa 2% dan ko'p risk qilmasdan, kapital 2% dan ko'p risk qilmasdan 1.2 milliard dollar kapitalgacha chiqqan. Undan keyin bitta inside eshitib qolgan, inside xabar eshitib qolgan. Qaysidir kompaniya o'sha nima? Taklashение, qarachi, qullaydi degan xabar eshitib qolgan. O'shanga 25x anaqada kirib o'rgan. Short.
Tushundingiz to'g'rimi? Bittada yo'q bo'lib ketgan puli. Endi men anaqa Binance yaxshi tushunmayman. O'shanda Plechov bu, Plechov 25x. 25x. O'shanda hamma pulini yo'qotgan. O'shaning uchun hamma xabarlarga ham ishonavermanglar. Insight xabar bo'lsa ham. 10 yillik trader qanaqa songa unga tushunmayman. Endi ishonchli odam bo'lgandirda. Ya bittasi aytibdi, aniq. Eshitardik-ku, nimaga eshitmaganmiz unda buni yangiliklarda o'zini o'zi kimdir o'ldirganlarini Ya eshitdik. o'zini o'ldirmaganda, bu nima qiladi? O'zini o'ldirib. Yo'q, u kishida misol uchun mana buncha pul yo'qotdi deb chiqarish kerak edi-ku, nimaga? Mayli. Mayli o'tkazavering, kerak emas. Ano, O'zbekistondan kimdir chiqdi-yu. Ay. Dollar 20 mingga ko'tarilib ketadi deb. Unaqasini ko'rmadim, lekin men tushadi deganlarni eshitdim. 20 mingga ko'tarilib ketadi deganda bittasi. O'shanga ishonib endi hamma so'mingizni dollar qilib qo'ymaydi. Hamma qo'ysangiz bo'ladi, bir ozroq qismini-da, hammasini emasda. Diversifikatsiya. Maydalash. Ha, короче. Sen analizing to'g'ri chiqdi, lekin sen kirmagan Kirmagansan. O'zini o'zi urib yotibdi. Vaziyat o'tib ketdi-da vaziyat. Bu anaqa deyapti, Bo'ladi, komment boshqa. qarang. Bu deyapti, stop loss olgandan ham ko'proq asabiysiz o'zadi deyapti. Ayniqsa bezatkatni ketsa qaysidir tarafga va Kirmay qolgan bo'lsangiz. Ketishini qaraymi? xursand. Hamma yo'qotganimni topaman deb ketyapti. Yolg'on, ishonma bunga deyotganimda. Qarang, qachon trading uchun pul tikishni to'xtat. Ey inson, tradingga pul tikilmaydi. Trading o'ynalmaydi, trading bu kasb. Ha, mana deysiz. Tiking bosing, oxiri Tradingga pul tikishni to'xtatasiz, shunda siz boy bo'lishni boshlaysiz. like qarang, 23 ta odam like bosdi. Endi siz shunaqa bo'lasiz. Men ham like bosgan ekanman bu nimaga, videoga. Kunlik VIP signallar Telegram kanalida. Rahmat. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qo'shilib olamiz. اللهم نويت اصلي ركعتين سنة العشاء الله اكبر No risk, no Ferrari. Sen ochgan. Yo'q, sentvi shot, sent. Allohu akbar. اللهم نويت اصلي ركعتين Qayerdanmi deysen? Ha, siz yozing. Oxirisi bo'ladi. سنة العشاء الله Akbar. Teskariga chiqib qoladi. اصلي ركعتين Yomon qildilar ekan. Так. Voy, yomon maza qildim şimdi. Да, блядь, мне в колледж надо! Куда вы все, сука, в 7 утра едете? Ебучий 70-й, дайте пройти! Короче, har kuni ertalab o'zi maktabga borishadi-ku yosh bolalar. Avtobusda borishadi. Qani. Да, блядь, мне в колледж надо! Куда вы все, сука, в 7 утра едете? Ебучий... Ertalab soat 7 da 70 yoshli odamlar sizlar qat'iy ketyapsizlar, so'ktashyapti. Men kollejga borishim kerak deyapti. 70-й, дайте пройти! yo'q qo'y. Endi Toshkentda yurgansiz, bilasiz, to'g'rimi? Ertalab qat'iyadir borganmiz har kuni. Ha? Ertalab avtobusga minsiz, постоянно yoshi katta odam bo'ladi-da. Metroda kam lekin nisbatan. Metroda endi kam, yo'q, metroda ham bo'ladi. Endi ular ham yurish kerak, ishi bor endi. Maqsad ertalab yurmasinmi? Yursin, endi ertalabdan bir 50 yoshli, 70 yoshli odam uyqu qochib ketadi, qatlagadir borgisi keladi. Ularda endi yurmasin deb aytolmaysizda. Qatiga boryapsizlar sizlar deydi. Nima borsizlar ertalabdan 7 da deydi. Endi bir tomonlama to'g'ri. Hazil, uzr, hazil. Hammani ishi bor, hammani o'zini boradigan joyi bordir. Hammamiz boradigan joyimiz bor o'zi. Ha, boradigan joyimiz bitta. No, uzr so'raymiz kulganimiz uchun. Yo'q, men sizlarga necha marta tushuntirdim. 300 lot, 300 dollar bilan nima degan bu? Lot bilan nimani atashdi? Men to'g'ri o'qiyotgan ekanman o'zi. 300 dollar lot bilan 15 lot ustoz. 300 dollar bilan 15 lot ochgan edi. Mana bu zonani aniq berib qo'yganman. Yana Ustozam. xato. Mayda lot ishla deyman. Mayda lot ishlamaysanlar. Katta lot. Hay, depozitam
$500 bo'lib turibdi, $300 bo'lib turibdi. Xuddi $10,000, $20,000 shu absolutno tushunmayman men senlarga. Nimaga bunday ishlaysan? Aniq tochga fuqoda bor. Вообще nervimga o'ynab yording hammang bor kun. Ertadan yana disiplina qilishlaring kerak. Nervim chiqib ketdi senlarga. Yo, men senlarga necha marta tushundim. Tez boygisi keladi. Ko'pchilikni $300 bilan deydi. Hozir 3000 qo'raman deydi. Ichida bir nimadirlar bani xullasda. Men Instagramimcha buzadi. Men ham o'rtada kirib olish kerak, bir soqqan qilib olish kerak deysiz, lekin o'xshamaydi, u kirsangiz ham bo'lib ketadi. Keyin qimor bo'ladi keyin bu oylikdan hamma oyligingizni olib chiqasiz, o'sha pulni topaman deb azart. Xullasda. Ha, mayli. Hintlarmi? Nima bo'lyapti? Qanaqa? Ketdi minusga. Zar birligi bu qanaqa bu zar o'sha nimalarga Minus. Afrika ekan bu. Ishladi. 7000 foyda. 1,5 Yopilmayaptimi? Anini qarang. Yopadi. Nima bo'ldi? Umuman ko'rinmayapti-ku. 1,5 ming. Bu dollar desiz dollar emas, zar deb qo'ygan qanaqadir. Qani zarlagan qayerdan? Mana yozib qo'ygan-ku, mana zar deb qo'yibdi. Ularni summasidir-da. Чемпионат по неоткрыванию рта в этом году особо жестокий. Уже как 2 минуты все спортсменки молчат. Jim turish kerakmi? Спортсменка из Уругвая выбывает первой. Jim turish kerakmi rostdan ham? Чемпионат Mana искусственный интеллект qilgan, sun'iy intellekt qilgan. Yo'q, xudo, bu so'zilmayapti-ku bu sun'iy intellektdagi. O'sha ana tipa ayollar jim turishi qiyin-ku. O'shanga chempionat qilishgan. Seriozda deb yozgan kimdir mana. Men ham rostmikin deb o'yladim, bundagi haqiqiy sun'iy intellektga o'xshamayapti. Nomerlari ham bor yaramasi. Olimpiya chempionlariga kirilgan o'ziga. Yo'q, xudo. Чемпионат по неоткрыванию рта в этом году особо жестокий. Уже как 2 минуты все спортсменки молчат. Video ana qimirlab ketar ekan. Спортсменка из Bilinadi. Bilinar ekan, lekin shu daraja yaqin kelib turibdi-da. Qarang, yana 1-2 yildan keyin уже ajrata olmaymiz. Biz kallamizni berib qo'yamiz, biz o'rnimizda kimdir gapirib yotadi. Trump. Hamma joy kirgizib yubordi-yu, kiradi degan joyga. Yomon qildi, lekin yomon qildi Tramp. Nima qildi? Kim Bitcoin'dagilar ayniqsa. Ha, Ko'rdingiz-ku siz ham, ha? tushli anaqa bo'lib turibdi. Kim bittasi mashinasining ichida o'ligi topilgan-ku o'zi. Ruslardan. Ruslar. 25 mingdan, 125 mingdan 100 mingga tushib ketganda bir kunda narxi. Ko'rdingizmi? Ha, u likvidatsiya bo'lib ketdi ko'pchilik. Rekord qilib yubordi. Normalniy odamlar uxlab ketgan. Stop loss qo'ygan bo'lsangiz yechdi-da, polni. Futuresdagilar ketdi anaqa bo'lib. Qo'ygan. Maza qochadi. Bu nima? Job. Xo'p, to'xtang. Ish Trader. Ha, ishda har ming olib kelyapti, trader deyapti. Bittada tushundim. Video ko'rmagan. Okey. Endi bu to'g'ri. Ikkalasini birlashtirib boshida ishlasangiz вообще bo'ladi. Sal qiyin bo'ladi, lekin amallasangiz bo'ladi. Amallasangiz bo'ladi, sal qiynalasiz. Keyin bu yaxshi bo'lib ketadi. Shunaqa. O'zingizga birinchi ish topishingiz kerak, keyin tradingni tipa hobbi qilib olishingiz kerak. Shunaqa. Yoki teskarisi. Tradingni ish deb qarashingiz kerak, o'zingizga bitta hobbi topishingiz kerak, lekin hobbingiz pul topish kerak. Chunki trading shunaqa soha, boshqa yerdan pul kelib turmasa, ancha qiynalib qolasiz. Trading boylar uchun. Tamom. Da. Kim aytgan bu gap? Men aytganman bu gaplarni axir. Bu gap patentlaymiz. Patentlaymiz. Trading boylar uchun. Trading boylar uchun. Allah bergan Bu gapni boshqa odam ishlatmasin. Bu gap shaxsan meniki. Alloh shukr, Alloh berganov tomonidan aytilgan va boshqa odamlar ishlatishi taqiqlanadi. Qonunan taqiqlanadi. Amal qilish kerak. Trading hayotingiz yaxshilanishidan oldin siz bu bosqichdan aniq o'tasiz. Megan. Samolyot tumanga uchadi. Tumanga kirib ketdi. Ketdi. Uchadimi yo'qmi? Qat'iy bor uriladi. Uchadimi yo'qmi o'zi? Uchadimi o'zi? Endi uchdi.
Hamma tushungan bo'lsa kerak, tushuntirib o'tirmayman. Bittasi yozibdi mana kommentariyada. Slip. Propshotlarda yo'qotish. Bugun $100 plyus qilib ertaga qilish. Bu oxirida nuqta yo'q, hali davom etyapti. Hali davom etyapti, yana qiladilar. Aynan hozir shu bulutlar orasida yuribman. Ko'pchilik o'shaning ichida. Endi shuni ham tushuninglar, agar bulut orasida juda ko'p qolib ketayotgan bo'lsanglar, Nimadir xato. aniq xatoda. To'g'rimi? Endi ko'p deganim 1 oy emas. No, хотя бы 6 oy. 1 yil. 6 oyda ham o'sha Har kim uchun har xil 2 yil ham bo'lishi bitta strategiya ishlatgan bo'lsangiz, o'sha 6 oyda ham sizga pribel olib kelmasa, endi bu sal anaqaroq, nima? Foydasizroq nisbatan. O'zgartirish kerak strategiyani. Optimalni qilish kerak. Optimallashtirish kerak. Mayli. O. $80. Qanaqasiga? Nima qilib tashladi u? Ha, qarang. Shaqillar. $80 akkaunt. USDT mi? U demo menimcha. Ha, qarang. Bir lotdan nechta ochdi? 4 marta eshitdim men chaqirishib qo'ydim. Ya'ni qadar Плечосы. Limit bo'lsa ham uncha ocha olmaydi. Those frustrating plays. Olta yiqiladi-ku. Ya ana ocholmadi shu taq bordi. Come on, man. Yo'q. Qora deyapman-chi. Qilmaydi. Endi qiladi. Ha, ketsa bo'lsin. Nechta ochyapti bu? İşlagani qara. Ana ocholmadi. Ya bu yolg'on. Demo deyapman. Ya bu yolg'on. Demo bu menimcha. 100 ming ishlamoqchiman, nima qilmoqchi? Vau. Necha? 180 ming, ha? 190 ming. $40. Nima qilmoqchi? 1 million qilmoqchi buni. Yirik olmoqchiman buni. Ketadi, men silib ko'p ketadi bu oxirida. Ful kirdi. Wow. Wow, 600 ming. Tentakmi? Polni demo menimcha bu. Qo'yadi. Oson pul topish вообще. Easy deb qo'yadi. Easy, tavba. Bu demomi deb yozib qo'ydi. Kimdir yozdi, Nodir aka yozgan uni. Taniysizmi? Ha, taniydigan bolalar boshqami yo'q? Uni ko'rganmiz. Uni ko'rdik. Zalo ketdi. Endi trading o'rganish qaysi fanni yo'q, lekin yaxshi savol. Хотя бы matematikani bilish kerak. Matematikani bilish kerak. Хотя бы Men o'ylabman, noto'g'ri birdan qaradim. Trading o'rganish ekan bu yoqda, o'ynash deb o'ylab o'rganishim uchun qaysi fanni o'rganishim kerak? O'rganish kerak yo'qdi. No, хотя бы matematikani bilish kerak. Risk management matematika. Matematika bo'lmasa вообще-de oddiy hisoblashda tashib ketadi. Keyin til bilsa ham zo'r. Yozib turli matematika deb. Ha, til bilsa ham zo'r. Misol uchun fundamental analizlar uchun yengilliklarni taxminan bo'lsa ham ko'rib turadi-da, anaqa. Tushunib turadi. Nima yangilikligini. Misol uchun yangi strategiya o'rganmoqchi bo'lsa, YouTube'dan ingliz tilida anaqa juda ham ko'p yaxshi o'rgatadigan mentorlar juda ham ko'p. Yo'q, YouTube'da bor ishonch. Yaxshi strategiya bilmadim lekin. Inglizchada bor. Tekinga qo'ymaydi, ular o'chirib yuboradi. Makroekonomikani dandilarni o'qish uchun kerak bo'ladi. Fomus-larni shu payt ingliz tili bilan kerak. Lekin YouTube'dan o'rganish strategiya menimcha xato ekan. Amallasa bo'ladi. Chunki men tanishim bor. YouTube'dan xiylagan foydaga chiqib, risk bilan anaqa risk menejmentga amal qilib 1 yilmi ishlaydi, 1 yilmi 2 yil ishlagan ishimsan. Keyin shu bilan silib qo'yib ketdim. Yo'q, ishlab turibdi. Anaqaga o'tib ketdi, aksiyaga. Foyda ekan-da. O'sha bola o'rgatganda boshida o'zi. Menga. Endi lekin zo'r o'rgatmagan, bu yerda o'rganganimda.
atak nima deydi? Fundament. Boshlanishiga yaxshi o'rgatgan. Zo'r narsa o'rgatgan. A person who thinks has nothing to say. Vaqada yomon qilishdi-ku. Uzun market bersa-ku bu pandani. Slip qilgan o'z qo'ydi. Slip. Haqiqatda. A person who thinks all the time. Wow. Bozor 5000 foydada. Mana shuni ko'rdim men. Bu nima menimcha? Bozor harakatlanmayapti, narx harakatlanyapti. Qarang. Ko'rdingizmi? Mana qarang. Bozor narx harakatlanmayapti. Mana ochganda. Hop, Mamad harakatlanmayapti. Kichkina harakat sezilmaydi, barabar. Yo'q, Katta tayyorlaydi. realni menimcha bo'lmagan bu. Bo'lmagan. Chunki mana bitta ochib qo'yib uxlamaydi-da odam. Yana birga uxlashiga kompyuterni oldida. Ayting. Oh, Mana seriously. 1 2 3 4 go. Good afternoon. Ketdim. Martin Gal, Sen ochgan ekan. Voy. Uxladi. Hamma zo'rdi. Noxdi. Men senga maza qilaman, har doim bor. Good afternoon. Voy. Sen keladi ana qarang. Good afternoon. Martin Gal. Ơi mẹ rồi cái gì Pro tiếng bay. ơi NFP deydimi? mấy chắc dẻ nó lên xuống xong rồi là Prostrate qilishyapti. mẹ ui sao má keo vậy Yo'q. má chọc qua đỉnh đúng không 1200 bo'lib ketdi. Yopish kerak. Stop yo'q. bà O'zi bozor o'zi yopadi. Slip qilib. Giữa đi. Qayta dotda. Để cho nó xong. 3000 ga ketdi. Cho nó hoành động lại Ming đi. payt yopish kerak lekin. Bozor o'zi yopib beradi, slip qilib. Qarang. thôi bài má nguy hiểm Nó còn sọc đó. má nguy hiểm quá bài luôn đi Endi bay rồi ochdi. đó thấy chưa má hên không Sel ketadi. chốt xuống Endi sel ketdi. Nè, nhiều khi nó qua đó nè. Phải lên sợ quá Đó. Yangilikda ishlamaslik kerak edi. Shuning uchun gambling strategiyasi. Nó đi ngược đó, cắt hết đi. Yop, Cắt hết đi, đổi xe đi, đúng rồi, cắt hết đi. rồi Đổi xe đi. rồi má nguy hiểm quá Bay ochotdimi endi Nó buni? phiêu về dưới luôn nè. Endi sel ochyapti. Nó phiêu về dưới Voy. nè, xuống nữa nè. Biroz signal bersa bo'lar ekan bizga teskari ishlash. Rồi, lại xong đâm tiếp luôn. yeah Rồi. đi $80 shunchalikmi? Đó, này đỏ rồi đó. Ancha demo bo'lsa kerak bu. Voy, ketdi yana teskari. Thế nhờ. Rồi, bỏ đi. Bỏ đi, giữ lại đi, còn 30% tài khoản Làm mai cấp chơi tiếp. 30% qoldi puli. Giữ đi. Qattam Cắt đi. cắt luôn rồi Cắt luôn đi. Cắt hết luôn đi. nè Giờ nó càng yếu dậy 60% tài khoản thôi. Ha, 60% akkaunt uxladi. Ui. Adashmasam. ơi Không, chắc. Bye. Bye. Bye Bye. He, ko'radigan uni. bye. Bye. Bye bye. Stop loss kuchi deyapti. Joyida, chegara. Yonib ketmaydi-da hammasi. Urib qo'ysa, to'xtaydi tepadan. Men anaqa kelajakdagi karyeramni anaqa plan qilyapman deyapti-da. Kelajakdagi karyeramni yo'lini plan qilyapman deyapti. Lawyer anaqa iqtisodchimidi? Shunaqa doktor yoki o'qituvchi deyapti-da. Trevin chiqyapti. Tirjayib. Qolganlarni ko'rmayapti, qarang. Chiqyapti trevin.
Ты удивишься, но в Корее трейдеров показывают на экране как киберспортсменов. И зрители смотрят за их сделками вживую. На одном из турниров в Сеуле устроили настоящее шоу. Два трейдера торгуют фьючерсами, их экраны транслируются на огромные дисплеи, а комментаторы объясняют ход сделки, как будто это финал киберспортивного турнира. Толпа аплодирует, ставки растут, но вместе с этим растут и риски. И если зрителям это шоу кажется азартным и веселым, для самих трейдеров все может закончиться потерями. Ведь рынок легко разворачивается против тебя, и минус идет на $1000. А можно зарабатывать совсем по-другому. Копитрейдинг — это когда ты выбираешь... Yomonlarda lekin a. Reklamaga yaramaydi. Motivatsion qo'shiqlar. Tenga qimmat. Chotki yedik. Men tashlaganman. There's some longs here. Ha, tashlagan. Boom, baby, let's go! Let's go! Man, shorts are looking pretty good here. See how it 2024. Tashlagansiz buni ham? Yo'q, men tashlamadim. Boom, let's go, baby! 2024-yil. Faqat Okay, see what we got tekrar going on. We got Trump speaking today. Okay, this should be no problem. Trump gapiradi bugun deyapti. Problema bo'lmaydi, aniq deyapti. China. No way, Trump speaking again? Screw it, let's try to Trump hop in yana some longs gapiryapti. here. Trump gapirishdan oldin. Yana stop oladi deb o'ylab turibdi. Please, just don't say it. Don't say it. China deyapti. China. 25 haqiqatdan shunaqa yil bo'ldi. Demak, bizada emas ekan, bitta bizada emas ekan. Qolganlarda ham ahvol og'ir 25-yil. 25-yil tugashiga 2 oy qoldi. Xudo xolasa, endi tugatib olsak, yaxshi bo'lib ketsa kerak. $5000 qancha mehnat qilganman. Nechga hisobchimi? $5000. Ko'rgansiz kino? Kino ko'rgan. Yonma uxlatib ketadi. Yonma uxlatgan. Nima edi? Yo'q. Haqiqatdan ham $5000 da. Kim edi? Kimdan emas? Lo'lama kimdirda, xullas. Pora chiqib qo'yaman deydi. Sizni deydi kimdir anaqa issiq suv U ham qilgan ekan. joyida o'sha yerda Yechib beraman deydi. Ucharasang yotqizib qo'yadi. Xotini 5000 anaqa. No, короче, 5000 beradi bittasi. Bittasi 500 beradi. Bittasi $50 beraveradi shunaqa. 500 ha? Nariga qarab. Qo'yishadi endi. 50 $50 deydi. 50,000 so'm ha? 50,000 so'maga $50mi? Yomon uradi hozir. Yomon tashlagan. Bo'g'ildirib qo'yaymi? $5 qatda 5000 qatda. 5000 to'g'risiga ketyapti. 500 uchunsa bo'ladi-da. 500 ham normal. 500 ham normal. Kim uchun normal, kim uchun hech kim emas. Kim uchun katta. 5000 ga oldida 500 uchunsa bo'ladi siqilayotganiga. Har kim cho'ntagi haqida endi 50 degan ana ikkalasini battar siqilyapti-da. Tayyor turinglar. Aldayapti. Halimov legenda. Qani? I'm going. Juda ham aldayapti. Juda ham aldayapti. Bozor qardamoqchi. Tayyor turinglar, sizlar menga ishoninglar bo'ldi. Tayyorsizlar? Ketdi bum! Bum! Baqirish chiqaring. Tepaga ketsa ochmaydi, tepaga ketsa ochmaydi. Tepaga ketsa ochmaydi bu. Full. Ya, pastdan kirmoqchi. Ketdi. Ochma. Yo'q, boy bo'lamiz deydi buni. Yo deydi nima bo'lamiz deydi. Ochinglar. Och. Hozir ochyapsan, och. Demo. Bo'ldi, to'xta. Tayyor tur, yop deyman. Tayyor tur. Lekin normalniy kirdi foyda. Tayyor tur. Demo emas ekan-ku. Sen. Tayyor turlaring. 18 ga full yopamiz. Bum, 18 tayyor turinglar. O'taveradi hozir. Bum, yo'q. Yo'q, usholmadi. Yopdinglar, usholmadi. Tayyor. Tayyor. Baqir chaqir eshitding. Aldayapti. Baqirishini qarang. Qiz bola yoki qiz bola edi, o'g'il bola unaqa baqira olmaydi. Kichkina yaxshi Juda bola. ham aldayapti. Tezlikni ko'ryapsizlar? 21 bo'ldi. Tayyor turinglar, sizlar menga ishoninglar. Yosh bola ekan. Tayyorsizlar? Ketdi bum! Bay. Yomon baqirgani. Uydan pul o'g'irlab olib keldim, o'zini puli bu bechara. Yosh bola qayerda oladi? 100 ming so'm. China. Stopposga tegib turibdi qarang. Stopposga yaqin turibdi.
Good afternoon. Uyni yorib o'tib ketdi. Raketa bor. Kosmos. Ayo stopini olib keyin ketdi menimcha. Yaramas. Stopkamida yo tekropkan. Birodarlar. Eshitamiz buni hozir YouTube anaqa berib yuboradi bunga. Qora jintra Instagramga ketsa bo'ladi. Instagramga ketish. Shirin bola. Voy. Vaqtingiz bor. Bo'lmasayam o'sha siz meniki. Sevmadimda bo'lavos. O'zingizdan kimiyasi vos. Yana nimalarni xolavos. Deb telefon oling. Yo'lingizdan ketvos. Balki nomeringizni berasiz. Unda o'shanga boramiz. Nima uchun o'zingizni olasiz? Vaqtingiz shirin bo'lasiz. Bo'ldi, tugadi. Hammasi tugadi. Mana shungacha tilim aylanib qoldi. Ko'rdingizmi? VPNlar yonib o'chib miyaga Xudoyim. Yuragim bardosh bera olmaydi men. 38 sekund sabr qila oldim. Cho'tka. Yaxshi sabr qildim, ha. Mutti balolar. Mashtgacha ekanda. Hop. Alloh, bo'ldi, o'chiraman. Siz shunga shunchami hozir? Yo'q, men qolganini ham eshitmoqchi edim. Eshita olaman deb o'yladim. O'zingiz anu azoblash xizmat qildingizmi hozir? Yo'q, unchalik sabrli emas ekanman. Tak. Bo'ldi menimcha. Bo'ladi. Yetadi. Oz bo'lsin, soz bo'lsin. Mana qo'shiqlar ham 1,5 minut bo'lib qopti. Bizaniki ham mana hozir xudo xolasa 40 minut bo'ldi. Kelsangiz 30 minut bo'ladi. Bo'ladi. Demak, hammaga rahmat. Ko'rsatuvimiz bugungi soni tugadi. Hit yozayotganlar davom qildiringlar. Umuman farqi yo'q bizga to'g'risi. Teyban o'tmaydi. Yozaveringlar. Yozaveringlar. Xohlaganingizchalik yozing. Farqi yo'q. No, screenshot qilamiz agar yoqmasa. Tanishlar bor, to'g'rimi? O'tkazib yuboramiz. Topadi-da bittada. Gapni aytib o'tiraman. Yo'q, qayta yozaveringlar, bemalol. Hech kim ustidan yozib yubormaymiz, boshqa qilmaymiz. Hazillashib aytdilar, bemalol. Sizlar mazza qilsanglar bo'ldi. Unaqa emasmiz. Kimdir deysiz. Hozir tushgan qilib. Bemalol yozaveringlar. Yana qanaqa formatda ko'rsatuvlar bo'lishini xohlaysizlar, o'shalarni kommentda yozib qoldiringlar. Va общий siz nimaga men ana 3 videoda ikkita bittasi o'chib ketdi birinchi sonni. Ana Xorazm go'sh degan qo'ymadingiz postda? Kezib bermadingiz. Qaradi, nima deydi? Cringe-mi? Cringe emas endi. Yoqadimi sizga shunaqa qilish? Ha. Gapiring bo'lmasa boshqa. Xorazm go'ch. Xorazm go'ch. Xorazm go'ch. Go'ch. Ish qilib majganlarni kesing endi siz kesib ana qo'yishimiz kerak Instagramga. Bitta bolalar anaqa beraman deganda, o'sha gapimizni hozir olamiz, kesamiz. Uni Instagramda post bo'lib aylanadi. Ha, tipa repost qilib beradi. Repost qilib beradi. Xorazm deganimiz uchun. Ko'rdingizmi? Kim edi u? Ha, ukam. 100 mingdan oshiq qanaqasi bor? Podpischik bor. Xorazm go'ch. Go'ch. Kommentariyada Allohlar birovga jo'natgan nimadirlar bu yotibdi xullas. Qilasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mayli, salomat bo'linglar, joningiz omon bo'lsin. Full kirmanglar. Yazg'un qilmanglar. Qilsanglar ham stop lozlar bilan. Salomat bo'linglar. Xayr, salomat bo'linglar.